Assalomu alaykum. Bizlar Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan tashrif buyurganmiz. Qizim Razino Ezaza 2011-yilda tug'ilgan. Bu 2015-yil 14-yildan beri kasal. Xullas qilgan 8-7 yilda 7-8 yoshdan beri davolataman. Obormagan joyib qolmagan, ko'rsatmagan vrachim qolmagan. Xullas qilgan shifo topmaganligi sababi bir yaxshi insonlar ko'magi bilan O'zbekistondagi bolalarni qo'llab-quvvatlash fondi jamoat fondiga murojaat qilganmiz. O'sha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Shu fond orqali biz Turkiya davlatiga keldik. Xudoga shukr, operatsiya bo'lib o'tdi. Operatsiya natijalari yaxshi bo'ldi, Allohga shukr. Ana shu bolalarni qo'llab-quvvatlash fondi jamoat fondiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. O'sha xodim va xodimalardan Alloh rozi bo'lsin. Shu fondni tashkil qilgan prezidentimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xalqimiz nomidan o'sha fondimiz bu yoqqa Turkiyaga mablag' o'tkazib yordam qilishdi. Operatsiyalar muvaffaqiyat beribdi. Allohga shukr.